O'zbekistonda 8 milliondan 15 milliongacha oyliklik ish bor degan video 1,5 mingta kommentariya. 1,5 mingta kommentariyani 1450 tasi yomon fikrda. O'zbekistonni chatnab ustiga bir narsalar tashlaganlar, bilmadim nimalar qilib tashlaganlar. Vaholanki shu O'zbekistonda siz katta bo'ldingiz, farzandingizni o'qityapsiz, ota-onangiz, yordingiz, qarindoshingiz, xullas oilangiz shu yerda. Bir o'zingiz Rossiyadasiz. Nima deydi? Shu darajada O'zbekistonni yomon ko'rib qoldingizlarmi, bilmadim. Nimaga unaqa fikrlar bunchalik? Men просто hayron qoldimda. 37 million aholi, 38 million aholi bo'lib kelyapti. Bu 38 million aholini yarmi yoki yarmidan ko'pi chiqqani yo'q chet elga borib. O'zbekistonda bor $1000, o'sha 13 million, 5 million, 25 million, 30 million oylik oladiganlar bor. Men o'zim bilaman, shunaqa odamlar bor. 30 milliongacha oylik oladiganlar. Ular direktor, hokim, vazir, unaqa joylarda ishlamaydilar, rais bo'lib. O'qigan, ishlaydi, lekin 20 million, 25 million, 30 million oylik oladi. Shunaqa insonlar bor. Bizani prosta ko'pchiligimiz mana shunaqa mana shunday desa ham bo'ladi. Ozgina umidsizlikka tushganimizdan keyin darrov migratsiyaga qarashamiz. Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Koreya, Amerika, Germaniya, Fransiya. Xullas shu yoqqa chiqishga harakat qilamizda, O'zbekistondan keyin boshqacha ko'z bilan qara boshlaymiz. Chet elga kattaroq pul topgandan keyin. Но на самом деле O'zbekistonda 37-38 million odam, hammasi ham migratsiyaga chiqqani yo'q, chiqqanimiz 3-4 million odam chetda yuribdi, qolgan 33 million, 30 million odam O'zbekistonda yuribdi. Просто kommentariyalarni o'qib o'zim hayron qolamanda. Shuncha yillardan beri, oxirgi 10-15 yillardan beri chet elda yurganlar ham, Rossiyada yurganlaringiz bor, 15-20 yildan beri eshityapsiz. Farzandimni o'qityapman, farzandimni o'qityapti, institutga oliy ma'lumotda qilyapti, bir kresloni egasi bo'lsin, rais bo'lsin, direktor bo'lsin, o'qituvchi bo'lsin, muallim, doktor bo'lsin deb o'qityapti. Mana shu sizlarni farzandlaringiz hozirgi zamonda ham o'qib kelyapti. Mana shu kresloni egalari bo'lgan, O'zbekistonni o'zgartirsin deb niyat qilib o'qitganlaringiz ham shu o'zlaringiz farzandlaringiz. Mana shular o'qib kelyapti. No, prosta bu darajada yomon fikrda bo'lmaslik kerak O'zbekiston haqida. Baribir shu yerga borasiz, ko'pchilik juda ham oz insonlar chet el fuqaroligini olib qoladi. Boshqa davlatda baribir aksariyat insonlar O'zbekistonda borib yashaydi. Bu haqida bu darajada yomon fikrda bo'lmanglar. Farzandlarimizni hammamiz o'qityapsiz, yaxshi niyatda mana shu O'zbekistonda bir kreslo stol egasi bo'lib, shu stolni korrupsiya bo'lmasin, halol, pok, chestni inson bo'lib o'qib, shu odamlarga xizmat ko'rsatsin, odamlarni boshqarsin degan maqsadda o'qityapsiz. Mana shu niyat bilan yashash kerak. Shu to'g'risida balki mana shu ro'za, Ramazon oylarida duo qilish kerakdir, ibodatlarda. Lekin u darajada yomon emas. O'sha 10 million, 20 million, 30 million oylik oladigan ishchilar bor. Avvalambor kim yangi Toshkentda o'sha ishlashga borayotgan bo'lsa, qurilishda bizda xatoliklar bo'ladi-da, o'zbekchiligimiz bor, soddachiligimiz bor. Paloncha ishlayapti, qo'shnim ishlayapti, do'stim ishlayapti, yo paloncha telefon qilib chaqirdi, borib ishlayman, paloncha oylik beradi ekan deysiz. Siz o'sha posrednik juda ham ko'pchilik, mingdan odam o'shayotidan posrednik haqida ham yozgan, o'sha posredniklarga uchraysiz. Ishga kirishdan oldin o'zingiz bilasiz, shu darajada o'zingiz soddaligingiz uchun ham ko'pchilik aldanadi-da. Ishga borganingizda kadrlar bo'limi bo'ladi. O'sha prorab deysiz, ish beruvchi, pudratchi, xullas mana shu insonlar bor-da. Shu kadrlar bo'limiga borib, ishga kirib, qonuniy o'sha mehnat daftarchalarini ochib ishga kirishga harakat qiling-chi. Shuni mana hozir Xitoydan kelib ham уже mana 1,5-2 ming dollarga ishlayapti O'zbekistonda. Videolarni ko'ryapsizlar, internetda chiqyapti. Avtobus odam kelyapti Xitoydan. Bizning xalqimiz ham xuddi shuni. Ularni oxiri kadrlar bo'limida ro'yxatdan o'tib, mana shunaqa narsalar bilan ishga kiryapti ekan. Shuning uchun biz ham harakat qilishimiz kerak. Через tanish orqali og'zaki ishga kirib emas, o'sha kadrlar bo'limini topib, internetda bor o'sha paloncha firma desa, kadrlar bo'limi, telefon raqami, ofis manzillari chiqadi. Borib o'sha adresga kirgan yaxshi. Hech kimga yomonlikni tilamaymiz. O'zbekiston shu darajada yomon davlat emas. Ko'pchilik qo'shni davlatlarimizdan ko'ra ancha rivojlanganmiz. Buni o'zlaringiz ham bilasizlar, qanchalik rivojlanganimizni.
Shunaqa fikrlar do'stlar. Prosta men bu kommentariyalarni yomon fikrlanib sizlarga bir men ham o'zim fikrimni bildirish maqsadida video qilib o'tgandim do'stlar. Bor oylik, faqat to'g'ri borib kadrlar bo'limiga uchrashishlari kerak ekan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi aytilishda. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammani oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz do'stlar.